Aleyküm assalom, assalomu alaykum. Hop, videomizni ham qo'yib oldik. По-моему, hammaga tushunarli bo'ldi shekilli nimalarga Mushsani bratani bo'lish. Ustoz Zarafshondan salom, Zarafshon, rahmat e'tibor uchun. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Protruziya haqida tushuncha bormi? Albatta, o'zining yo'nalishlari bor. Iltimos sizlardan hech qaysi kasallik sportga xalaqit bermaydi. Bemalol qilaveringlar, faqat nagruzka bermasdan akkuratni. Bu просто atmaska. Chunki любой kasallikning davosi harakat. Alhamdulillah. Nega sizday tushuntirmaydi qolganlar? Endi hamma har xil. Andijonga boramiz, xudo xohlasa. Samyuan zararmi? Yo'q, Samyuan tangem opchasi-yu, odamga zarar emas. Gaplashaveringlar bemalol telefonda. Assalomu alaykum. Oxirgi postingizda juda ko'p ma'lumot o'rgandim. Rahmat, salomat bo'ling. Voy, meni qizim qalaysan? Faqat aka semirish uchun nimalar iste'mol qilish kerak? Yozib beramiz, ukam. Hozircha yosh bola ekansan, rasmingni ota-onang ovqatini yeyver bo'ldi. Farg'onaga kelmadingizmi yangi shogirdingiz zaliga? Yo'q, vaqtim bo'lmadi to'g'risi. Keyin ularni ish chiqdi, keyin meni xullas nasib qilmadi. IQ darajangiz super, rahmat. Buni tushunmaydigan odam o'shani ham tushunmaydi bor. Press hech qachon mashqdan chiqmaydi. Press faqat diyetadan chiqadi. Gemoroy borlarga mumkin emasdir, kim edi shuni? Videoni ko'rdim, to'g'ri qilar ekanman, rahmat, salomatlik tilayman. Salom aka, steroid ham qabul qilasizmi? Yo'q, chempionatga chiqmayman, dam olaman. Assalomu alaykum aka, va alaykum assalom. Faqat aka, yazva haqida xalaqit beryapti, nima maslahat ber? Uni davolash kerak, dieta bilan davolaysiz. Yaxshi, tuxumni sarig'i zo'r davolaydi yazma. Bitsa bilan kuniga 5 ta tuxum yeyapman. Nima deysiz shunga? U 5 ta tuxum bilan ish bitmaydi. 55 ta bo'lsa ham agar hisob-kitob bo'lmasa do'stlar. Qaniydi 5 ta tuxum bilan ish bitganda 1,5 kilo go'sht yemasdim. Aka, muskul o'stirishda katta ves muhim texnikam. Nima deganingiz? Ovqat muhim. Ovqat 99 o'nda 9%. Boya ham storiesimga qo'ydim, iltimoslardan. Maslahat pullimi deb so'ramanglar, maslahat tekin. Pastga tushsanglar, любой maslahatga video qo'yganman. Tekin, tekinga ko'raveringlar, qayta ko'raveringlar. Konkretni ratsion olaman degan bola yo'q. Menga ratsion kerak, spiska kerak. Boshlaganman yoki boshlamoqchiman. Bo'ldi. Hijolat ham bo'lmanglar, ikkilanib ham o'tirmanglar. Boshlash kerak bo'ldi. Tuxumning foydasi yo'q emas. 5 ta dona tuxum nima degani u? Bo'lsa 25 gram belok degani. Bir kunda o'rtacha 300 gramga yaqin belok yeyish kerak. Demak, 5 ta ko'paytirsa nechta bo'ladi? O'sha 50 tadan ko'p tuxum yesa, shunda sal smysl qilar ekan. Aka, ratsion tuzib berish uchun. No, endi tuxumni ham 50 tadan ko'p desa 50 ta yemanglar, uni 10 tadan keyin qabul qilmaydi organizm. Shunaqa joylari bor. Разный источник белка degan so'z bor. Surxonga ham keling, обязательно Surxondaryoga boramiz. Voy, qizim, yaxshimi chekkining? Aka, tomirlarni qanaq qilib katta qilib chiqarish mumkin? Dieta qilasan, do'stim. Dieta qilishga erinsang, hojatxonaga yoki anaqaga kirib, vannaga kirib, qattiq kuchansang chiqadi. Keyin boylab qo'ydi qo'lingni siqib, yurken kechasi bilan. Hazil yana uni qilib turib, hushingdan ketib qolmaydi. Tering yuqalashib ketadi, mana teri yuqqada mana. Mana qara, salafan. Hech nima yo'q terining orasida. Конечно, bu salafan tagida mana bu tomir ko'rinib turadi mana. Любой tomir ko'rinadi mana. Даже eng kichkinasi ham, kapillyar ham ko'rinadi. Asani tering mashincha dublyonka-da. Brat, bugun Yunusobodda ko'rdim, zal o'sha yerdami?
chicken day nima degani? Chicken day degani tovuq kuni degani. Qancha protein bittada hazm bo'lishini qatdan bilsa bo'ladi. Uni harakatini uni hech kim bilmaydi. Yordingu gap. Xullas, mukammallashtirma hayoti degan sari umuman mukammallashtirib yurar ekansiz. Hech bir zalga chiqmasang bo'ldi do'stim, chiqma. Uyda uxla. Bittasi zalga chiqqisi kelmasa mana bunaqa deydimi? Ustoz, men bu ko'zimda cho'ta 43 ta kiprik bor ekan, bunisida 41 ta bor ekan. Demak, nima qilib to'g'rilasam keyin zalga chiqsam bo'ladi. Shunaqa deydimi? Sahrlarga bo'ladimi? Sahr degani shirinlik yemaydi. Привет, Timur. Привет. Assalomu alaykum. Ahad aka, doimiy jismoniy ishda bo'ladigan tetik yurish uchun maslahat bera olasizmi? Zo'r maslahat beraman. Doimiy jismoniy harakatda tetik yur. Va alaykum assalom. Workout tushunchangiz bormi? Workout, itek workout ichida yashayman, street workout sen boshqa gap. Aka shug'ullanish vaqtida muskullarim qotib qolyapti. O'zi shuncha shug'ullansam pump deyiladi. Bu kiprik yomon qiladi. Естественно, qara, protruziya, o ketdi o'sha yerga simmetriya, asimetriya, dissimmetriya, disbalans. Да какая разница, просто занимайся всё. Просто zalga kir bo'ldi. Kimdir seni qarab o'tiribdim, bitta yelkang 13,5 sm ekan, bittasi 13 ekan. Ishi yo'q hech kimda. Просто ishlab chiqib ket bo'ldi. Hattoki olma ham yemaslik kerak, shakarni tark etmoqchi bo'lgan. Yo'q, agar просто sog'lom, просто forma qilaman sen ertalab yever, no. Реально серьезно kirishaman mышечный massaga desang, unda уже yig'ishtirasan. Hattoki Namangandan salom, tel qilib siz bilan gaplashsak bo'ladimi? Rahmat, Rahimjonov. Bemalol yozaveringlar. Telefonda baribir meni ishim rasm ko'rib, ves ko'rishu. Sizga shogird tushmoqchiman. Bir oyligi qancha, bu diplomat bo'lsanglar-chi, lichkada so'rayman. Мотивацию нужно поднять, допустим. Вот ты представляешь, все время спрашивают, что это такое рацион. Они не понимают, что это такое рацион. Некоторые люди. Рацион, диета nima degani? Подход nima degani deydi. Подход nima? Подход nima deganini bilmayapti. Qara, bir подход, ikkinchi подходni bilasizlarmi nimaligini? Assalomu alaykum brat, Surxondaryodan. Va alaykum assalom. Tomir yo'qotish mumkinmi? Bormi o'z tomir senda, Sarvar? Onlayn shogird bolasida. Rahmat, e'tibor uchun rahmat. Urushib bersam xafa bo'lib yurmanglar, yana bir xil bolalar chiqib qolib. Sansirar ekansiz, qanaqa bo'lasiz, bezbet ekansiz deb yozib qo'ymanglar, iltimos. Как trener sifatida urushib o'rgatamiz-da. Hattoki assalomu alaykum rahmatullohi va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Telegramda diplomat bo'lib yozib qo'ydim. Mana shunaqa gaplashaylik, chunki muhim savollar 10 ta, 30 tadan keyin chiqib keladi. Kimdadir mana bunaqa, kimdir уже yaxshi forma yiqqan, yana dalcha o'smoqchida. Faqat maslahat bering, maslahat qara. Geyner, kreatin hamma narsa olibdi-da, maslahat bering, buni nima qilsam bo'ladi deb. Magazinchidan so'ranglar, mendan ham yaxshi bo'ladi. U ertalabdan kechgacha o'qiydi o'shani. Menga kirib konkretno so'ranglar. Ahad aka, ratsion olmoqchiman. Nechi pul? To'g'ri keldimi? To'g'ri kelmasa, пожалуйста. Kursingizga qo'shilmoqchiman. Nechi pul aka? Bo'ldi, yigit kishi shunaqa gaplashadi. Всё, to'g'ri kelmasa, aka, ishlaringizga omad. Yoki bo'ldi, pulimni yig'ib kirib ketaman. Yo'q, bo'ldi, davay, ketdik, dalishi bo'lish. Всё, вообще muammosi yo'q. Xijolat bo'lmanglar, sizni bezovta qildim, maslahat. Net, konkretno savol, konkretno javob. Assalomu alaykum, Ahad aka, mashina olmoqchiman. Nechi pul? Bo'ldi. Sportbit masalasida mendan so'ramanglar. Video qo'yganman nima ichadigan. Boshqa narsa ichmayman, 3 ta narsa ichaman, bo'ldi.
arginin, sitrulin, beta-alanin. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas menga. Sport do'konchidan so'rasanglar, mendan ham zo'r bo'ladi, moddalarigacha, o'qib chiqadi ertalabdan kechgacha. Men o'qimayman. Faqat aka massa yig'ish haqida maslahat berib yuboring. Zo'r maslahat beraman. Massa yig'i. Трубочкапga beraman. Suxoy massaga nima maslahat beradi? Isroilov suxoy massaga suxoy massa qilishni maslahat beraman. Трубочкап kelasiz. Men olib keldim-ku ikkita. Bo'ldi. Efirdagi norm savollarga norm javob beradi. Maslahat bering dedim. Maslahat berib bo'lingan-ku videosi bilan turibdi. Suxoy massaga ham, mishishning massaga ham, объемga ham o'tirib gapirganman, qanaqa hisoblaydi. 15 minutlik video. Pastroqqa tushirib ko'r, bo'ldi. Nima qizim? Massaga. Mana nasimga ochib olmaysiz. Yemeysan. Chikkin ber, bunga chikkin. Tovuqcha ber. Pishloqning organizmga ta'siri qanaqa bo'ladi? Kel. E'tibor talabdir. Ozgina aylantirchi. Bachkana savollardan charchaydigan odam. Gap savol bachkanaligida emas. Pastdagi videoni ko'rmayapti-da. 50 talab savol, bo'yimni qanaqa o'stirsam bo'ladi? Qanaqa bo'y o'stirish mumkin do'stlar? Buni o'stirib bo'lmaydi. Ты что, тоже будешь? Ты тоже хочешь? Nukta o'tiribmiz, nukta. Buqa nima gap debdi? Qalaysan, buzoq. What's up, bro? I'm fine, you. Fine. Good look. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Men ham qizim bilan ko'ryapman. Siz rahmat. 18dan keyin bo'yni o'stirish kerak. Bo'yni unutish kerak-da. Unutish kerak bo'ldi. Uni o'ylash kerak emas. Pul topishni, chiroyli figura qilishni o'ylash kerak. Qanaqa bo'y? Hayot o'tib ketadi-yu xayol bilan. Oxirgi video zo'r chiqdi. Yaxshi tushuntirganmanmi? Menimcha bunaqa tushuntirmasa ham kerak ko'pchilik. Ertalabdan kechgacha geyner bilan kreatin ichinglar deydimi, nima deydi? Sirini ochsang-chi, Vasiya. Bitta gap, diyeta bo'lmasa 1 tiyin. 0 tiyin du. 0 tiyin. Bir haftada bitsepsga necha marta? 1 marta. Va alaykum assalom. Ertalab bomdoddan keyin yurgani chiqqanda bel og'rib qolyapti, turnikka olsa. Kechasi belingni uzunroq mayka kiyib, valtaren surib uxlash, sovuq urib qo'yadi-da. Belni terisi juda yuqqan. Mishsasi shamollaydi sekin-sekin. Suyak emas, qo'rqma. Suyakda nerv yo'q, og'rimaydi. Ishonmasang, sekin keskinda qoshiq bilan suyagingni urib ko'r, og'rimaydi. Xatinki Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Shirinlik yegiz kelsa nima qilasiz? Yemayman просто. Mehnatlarimni ustidan kulmayman. Brat. Aka drop set bilan super set foydasi farq bormi? Drop set degani ikkitalik o'rasan. Super set ikkita mashq birlashtirasan-da. Mishsa bir xillikda o'rganib qolgandan keyin uni aldaysan. Buni tartibi bor. Super set, drop setda o'zini paxtaraniyasi bor. Qiynama. Agar qiynasang yuraging qiynaladi. Novat choy mumkinmi? Tak, novat choy bo'ladi, sen ichaver, rahim. Azar sho'lpillatib ichib. Oxirgi videoga gap yo'q aka, juda ham foydali. Salomat bo'ling. Repost qilib yuboringlar, yaxshi bo'lsa boshqalar ham ko'rsin. Aldanmasin kreatinga. Просто repost qilib yuboringlar, bo'ldi, nimasi qiyin. Savobku. Qolganlar ham ko'rishini xohlayman mana videoni. Shaqillat tashlayman. Hamma ko'rsin bu sportda qanaqa o'rganish kerakligini. Bratan bo'lish kerak.
Mishsani biratan qilib qo'ysang, bechora suyak ezilib, jir kirib keladi. Assalomu alaykum. Intervalniy голодание aslida qanday to'g'ri ushlasak bo'ladi? Belkovoy hisob-kitob bilan, chunki intervalniy голодание mishsani yeb qo'yadi, odam kasal qiladi. Alaykum assalom. Har doimgidek foydali rahmat. Uyda trenirovka har kuni ishlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Men sizga rahmat. Repost qilib tashlaylar, u yaxshi video, tushunib olsin. Chunki juda ham ko'p odamlar semirib ketgan, zalda umr bekorga o'tgan. Boya ham oldimga keldi, 2-3 ta bolalar 8 oy, 5 oydan beri zaldaman. Nima o'zgardi hayotingda? Sen hech nima deydi. Значит, boshidan boshlaysan. Eng qizig'i naqd emas, vaqt qaytmaydi. Boshidan boshlaysan. Bazaviy bolalar keldi oldimga. Figuralari yetishgan, o'sishdan to'xtab qolgan. Ular ham sirazi mana agar o'tirgan bo'lsa gapirsin, axat aka men bilmagan ekan, uni boshqa narsa qilib yurgan ekan. Вот elementarniy narsa. O'zi shu yerda bo'lsa gapiradi. Zo'r figurasi chiroyli, bazaviy bolalar faqat to'xtab qolgan. Nimaga? Mishsasini biratani bo'lish to'xtab qolgan, chunki o'rgatmagan hech kim. Trener tushuntirib bera olmagan. Hattoki oxirgi video foydali chiqdi. Iloji bo'lsa oyoqqa va pressga ishlaganini ham shunaqa sal pastroqqa tushsang, oyoqqa ham qo'yganman. Pressga ishlamayman men. Press ishlaganda chiqmaydi, dietadan chiqadi. Hattoki masalan men chapaqayman, ikkita qo'limga bir xil ishlayman, lekin nimagadir chap qo'lim tomir chap qo'lingda kamroq ish, kechasi ayniqsa do'stim. Hazil. Tomir hamma joyda har xil bo'ladi. Oka, necha yil umringiz befoyda ketdi zalda? Zo'r savol bo'ldi. Ancha yil umrim befoyda ketgan, aldanganman men. O'ylaganman ximiyada, sport pitaniyada deb sizlarga o'xshab boshimdan o'tavergan, aldanib yuraverganman. Oxiri keyin tushunganman. Xudo nasib qilgan. Menda sizlardagi imkoniyat bo'lmagan, videolar qo'yib tushuntiradigan odam bo'lmagan. Nega yugurganda tizza og'riydi debdi. Vesing katta yoki tizzang tayyor emas, qizi uni kuchaytirib tizzani mishsalariga ishla. Tomir ko'rinishi boshlaganda nima debdi? Tomirlar kichkina bo'ladimi? Yo'q, tomir hech qachon o'zgarmaydi. Prosta ko'rasan o'sha qon aylanishi tezlashib ketaveradi. Onajoningiz rus tilida, ota-onam rus tilidan ilm berishadi. Rus tili o'qituvchilari. Oka, dietada yurganda sok ichsa bo'ladimi? Sabzili sok mumkin. Men yagona kuzatadigan bloger siz. Rahmat Tannozaxon, rahmat, xursand bo'ldim e'tibor uchun. 16 yoshga 60 kg mos deb o'ylaysizmi? Oynaga qarab tur, agar qoniqmasangiz, значит mos emas. Предплечьеga qanday ishlaysiz? Предплечьеga umuman ishlamayman, vash ishlamayman. Kerak ham yo'q. Предплечьеing qanchalik qalin bo'lib ketsa, mana qanchalik qalin bo'lsa, shuni men buni yopib qo'yadi. Buni yopib qo'yadi. Uchun bu sekin ingichka kelib turib, bu qalin, keyin bu kattaroq bo'lishi kerak. Shuning uchun o'zini simmetriyasi bor. Chiroyli ko'rinish uchun. Bunday tomir tortdan quloq og'riydi, shu nima sababdan? Nima? Bo'yinda tomir tortganda quloq og'riydi. Yo'q, u mishsa bo'ladi, tomir emas. Shu quloq mana o'tgan mishsalar borda, shamollagan. Triggerni точка, miofascialniy sindrom deyiladi, обратный og'riq beraveradi. Точкасini topib bossang, mana bu yerda bossang, mana bu yerga uradi o'zi. Oxirgi videoyingiz chotki chiqdi. Chotki chiqqan bo'lsa, davay repost qilamiz do'stim, boshqalar ham ko'rsin. Yaqinlaring ko'rsin, o'rgansin. Assalomu alaykum. No, menga reklama uchun emas, prosta kayf qilaman. Hamma o'rgansa o'sha narsani. Meni kayfim shu. Maza qilib ko'rsin hamma. Iloji bo'lsa 50 mingta odam repost qilib tashlasin, hamma ko'rsin. Bu savobli tema. Menga savobi kerak, sizlarga ham savobi.
Hamma shokolad zarar. Sport pitaniya olish shart emasmi? Yo'q. Oyoq kuni ertasiga belni ko'tarib bo'lmay qolyapti, chunki noto'g'ri sakrashayotganda mana belni o'zini tuzilish yo'nalishi bor. Nagruzkani oyoqqa yo'naltirmayapsanda, belni ushlab qolgansan. Mana bu poзвоночник tagidagi eng kuchli mishsalaring zo'riqadi-da. O'shanga to'g'ri nafas ol. Tinchroq joyda pulni o'tsangiz bo'lar ekan. Mikrofonim qolib ketdi. Ahad aka, jumada ko'rishib gaplashsak bo'lam, bemalol. Men pastda podvalga tushaman. Podvalda oldi qatorda o'tiraman agar ko'rsanglar. Bemalol kelaver, birodar. Etni не то что etni hamma joyda bir xil emas. Mana manman deb o'ylayman, balkim urishib berarman, manmanlik menga emas. Kimman, oddiy, senga o'xshaydiganman. Prosta zalga sendan sal ko'proq chiqqan bir insonman. Sen ham mendan ko'proq chiqsang o'tib ketasan. Ves tashlaganda nima maslahat berasiz? Maslahat bermayman, ukam, rasxod qilishingni maslahat beraman. Ro'yxat sotib olasan, rasxod qilasan, keyin vesing tushadi. Bo'lmasa, doktorga borib rasxod qilasan baribir. Xullas, по-любому rasxod. Kul olmas ishlab chiqaman. Shakar yema, shakar bo'ldi, o'sha videoni. Ma'na lekin bitta gaplarimni yig'ilgan bitta videoni qo'yaman keyingisida. Ideal ishlagan bitta muxlisim Muslim degan. Idealni vashi krutoy kino qildi, lekin har bitta gaplarimni yig'ib muzika bilan urganda o'zim kayf qildim ko'rib. Motivatsion ishlashdi-da. Bizda hali, по-моему, hech kim fit trenerlar hali ishlamagan bunaqa video. Ol buni. Armresing tushib turaman, Bobur Bekshonov tanisalaring meni yaxshi biladi. Oka, gavda cho'kib qolgan, shuni to'g'irlash kerak. U gavda emas, asanka cho'kkan. To'g'irla. Arginin citrulin qancha ichish kerak? Har zaldan oldin ichib tur 5 gramm. Hataki Ahad Qayum tanismi? Kim tanimaydi uni? Hamma taniydi. No, menga ziyoni yo'q inson ishlariga rivoj tilayman. Meni haqqim yo'q uni gapirishga. Sochingiz uzun bo'lsa uyquga to'ymaysizlar. Voy jalla. Wow. Вот это mo'jiza. Daftarimga yozib qo'y, to'xta. Sen bilan обязательно rasmga tushaman. Chunki seni bu ma'lumotingni eshitib Albert Einstein o'rnidan turdi mana shu go'rida, shunaqa turdi. Bilasan-da, Einstein kim? Yer tortish qonunini o'ylab topgan. Boshiga olma tushib ketganda. Prosta wow. Fitnessdan oldin qaysi sport bilan shug'ullangansiz? Muay Thaiga borganman, boksga. Hozir Bunyodkor stadioni oldin MXSga edi, kurashga borib turardim mana shu yerga. Qachondir to'xtab qolishni hayotingizda keltirgan paytlaringiz bo'lganmi? Da, конечно. Qachon to'xtab qolasan? Xudo o'zi joningni olganda qodir qilish to'xtaydi bo'ladi. Menga xizmat qiladigan 24 soat to'xtamasdan uradigan yuragim to'xtagandan keyin men majburman to'xtashga. Ungacha paka planimda yo'q. Bilaman Newtonligini, o'shaning uchun prikol qilaman mana. Soch to'qlab qolaman degan. Ahad aka, Habibullo Nizomovni men yoshligimda ko'rardim. Haqiqatda zo'r inson, o'zini ustida ishlagan, spokойно o'zini bosib olgan. Kubiklariga juda havas qilganman men yosh bola edim. Hurmat qilamiz. No, lichni tanimayman. Aka, bir oyda bir marta setka yetadi. Halkani ochish uchun nima qilasiz? Qara, halkani ochish uchun stadionda 10 krug yugurasan-ku, 10-krugingni bor kuching bilan yugurasan, ochadi. Вторая halka deyiladi. Правильное питание asalisa bo'ladi, sog'lik uchun-da. Aka, pratim ichganmisiz?
yo'q ukam protein zarari man ichmayman manga kerak hali sog'ligim. Trening qanaqa qilib yo'qotish, terini qanaqa qilib yo'qolashtirsa bo'ladi. Ertalab turasan, bitta ro'yxat sotib olasan, krossovkani olasan, sumkani olasan, zalga borasan. Bo'ldi, короче. 7 oy to'xtamaysan. Keyin yechinganingdan keyin tushunasan. Tomiringni qanaqa faollashini ko'rasan. Genetika bu sportda qanchalik ahamiyatga ega? Juda zo'r savol. Agar chempionatga chiqsang juda katta ahamiyatga ega. O'zing uchun bo'lsa ahamiyat yo'q. Oxirgi videoyingizni ko'rib 2 yil shug'ullangan umrimga achindim. O'shaning uchun 8 yilligi, 10 yilligi odamlarga repost qilib qo'yinglar dedim. Bo'lib yopilar ekan bu. Ketamizmi? 28 ta odam. Ko'chani ham yopar ekanmiz. Tak, ketamiz, уже zaryadka momenti qoldi-yu. Ber buni menga. Kiyintirasanmi? Yo'q, ko'cha bunga yaxshi. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Ha qizim? Ha qizim? Papa de. Mana qanaqa qo'yib qo'yadi. Bitta o'pi. Bitta o'pi. Yana bitta o'pi. Papa. Papa. Papa de. Papa. Qalasizlar yaxshimisiz? Haqiqatda necha soat uxlaysiz? 5 soat kechasi, kunduzi 1,5 soat. Shunga o'rganib qolgan organizm. Ha qizim, xo'sh, o'taman. O'taman bolam. Yoshim 35 ga kiraman. Hammani chaqirishim kerak, menimcha, bu yilgi tug'ilgan kunimga podpischiklarim bilan kayf qilib, ha. Tort tuzlab. Dadayiz mashina haydab o'tdi, buni xursandlanasiz. Dada o'zi o'sha xursandchiligidan, o'sha xursandchiligi berishga harakat qildik. Xudo berdi, nasib qildi. O'zi salondan uraman dedim. Salon ozgina 5 kun kutasiz dedi. Vaqtim yo'q. Papa. Ha? Bito'pi. Shaxsan dars beraman yonimga kelsa. Kel. Tug'ilgan kunimga chaqiraman. 29-mart kuni tug'ilganman. Март. Про C4 скажите свое мнение. Есть такой C4 европейский. Наклейка такой двойной, да? Вот это оригинал. Если наклейка такой простой, да? Вот такой одноштучный. Это уже не оригинал. Ты лучше возьми беталанин. Лучше работает. Shakar haqida gapirib bering. Shakar haqida men shakar tanimayman, bu 20 yildan beri ko'rishmay qo'yganmiz. Rahmat, Xolboyev, rahmat. Asosiy daromad qatdan qilasiz, biroq biznesda, biznesdan dom, mashina. Yomon emas, xudoga shukr. Men sport просто hobbi qilaman. Gaplashaman, prikolashaman, hazil-huzul. Все. Onlayn gruppamda yozib turadigan 2-3 ta adminlar, o'shalarga pulib ketadi. Все. Endi bitta joy ko'rdik, xudo xohlasa. Ana qo'shamiz turibmiz. Diyet kafe bo'ladi, ratsion. Bu yaxshi narsa bu. Sog'aytiramiz. O'zim o'sha yerda o'tirmoqchiman. Papa. Papa. Bitta o'pi. Вы считаете себя генетически одаренным? Да. Да.
aka shu samimiyligingiz rahmat. Men samimiyman, har doim hech qachon o'zgarmaganman. Hech manmansiramaganman. Aytdim-ku, o'tgan yili mana shu qizcham tug'ilganda avgustda 25-chi 56 ming so'm pulim bor cho'nchagimda. 56 ming so'm pulim bor. Bu alhamdulillah mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, bemalol chiqib bozorga chiqib 10 ming, 11 mingga Nexia olib. Muhammad va alaykum assalom. Bemalol o'zim salonga borib 300 million, 400 million mashinaga to'layman. Bu Xudoga shukr. Buni o'ylash kerak emas. Самое главное, o'zingni ehtiyot qil bo'ldi, Xudo taolo o'zi beraver. Boshing omon bo'lsa, do'ppi topiladigan. Самое главное, to'xtab qolma. Tushkunlikka tushib qolma. Uni o'zini planlari bor senga nisbatan Xudo. Просто достойный bolalar ichida yur. Anu chakib, ichib, yiqitadigan, seni og'daradigan emas. Достойный bolalarning ichida yasha. Va alaykum assalom. Ma xonamda ye papadi ustiga tashlab qo'y. Yangi omadli yilim deb hisoblaysizmi? Yo'q, past baland degan narsa har doim biz bilan. Nima deydi? Video qilganman-ku. Yo'qchilik yigit kishi bilan har doim rядом yuradi. Даже eng rядом qarindoshingdan ham rядом. O'shaning uchun yo'qchilik qachon kelishini bilmayman. No, tayyorman. U kelib bo'g'ib pastga qarab bosaveradi, taslim bo'lmasang bo'ldi. Omadli yil nima degani? Omad degani mana shu ertalab turib ko'zingni ochding bo'ldi-da do'stim. Zalga bording. Zaldagi radnoylaring bilan prikolashding. Вот и всё. Birovga xalaqit bermading, birov haqqini yemading, o'sha omad. Inshaalloh zo'r ketyapsiz aka. Men bilan birga bo'lsanglar xursand bo'laman. Ro'za payti trenirovkalarni qo'yamiz hali. Podkastlar qilamiz. Biz европезированный nazar bilan qarashimiz kerak bu sportga. Boyginaqa gainer, ma'muni ichsang unaqa bo'lib qoladigan qishloqni nazar bilan emas. Современный zalga biz haligi terlab, qo'rqib kirishimiz kerak emas, og'riydi deb. Biz zalga yangi do'st orttirgani, kayf qilgani kirishimiz kerak. Aka-ukalar bilan ko'rishgani. Zal birlashtiradigan oila u. Kreatinni ichib olib, jinniga o'xshab ertaga kachok bo'laman, bundan o'tib ketaman emas. Ne? Mazza qilsangchi zalda. O'zingdan krutoy bolalardan maslahat ol. Bahoda biznes yurishgan bolalardan maslahat ol. Men shunaqa fikrlayman, boshqanigini bilmayman. Men sirab jinniga o'xshab, men chempionman, boshqa kerak emas bunaqa gap. Любой chempion oldiga genetik bola kelsa, yo'q bo'lib qoladi. Bittopi? Ketdik. Hamton tuvalaylik. Qoraqalpog'iston, salom. Aka har kuni trenirovka qilish kerakmi? Cherizda ham yo'q, cherizda ham. Har kuni kardio qilsa bo'ladi. Rahmat. Kreatin. 38 banka bo'shat, foydasi yo'q. Makro Olib kirib chiqma. Karta olganmisan? Men ham kirishim kerak makroga. Koreya, salom. Ozgina toza havoda o'tiring, qizim, kirib chiq. Tak, hozir men kapshonimni kiyib olay.
aka nima mashina olsa chiqqanda ko'rasizlar emotsiyamni bo'lishib. Oq mashinaga to'ladim, aytdim, oq mashinani yaxshi ko'raman. Chunki bolaligimda miyamda qolib ketgan. Bitta reper oq mashinada, oq jipida shu narsani qilishim kerak edi, miyamga o'tirib qolgan bilmayman. Nakachenniy takoy figurasi ham sukhoy edi-da, oq soatlarda. O'sha narsani qilishim kerak degan prikol miyaga kirib qoldi. Значит, qilish kerak. Odam qilganini odam qiladi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Uzr, men kiyimimni kiyib oldim. Ko'cha salqin ekan, shamollanmay zaldan kardio qilib chiqdim boya. Aka, siz necha yoshda boshlagansiz? Ancha oldin. Rahmatli Farhod akani taniysizmi? Kim edi Farhod aka? O'zimiz ham mashina yo'q. Agar ozgina haydab ko'raman, bo'lmasa bitta tanishim bor, BYDga anaqa xarid o'sha o'zi olib kiradi. Или BYDmi, или Chitaurni almashtirib olaman. Alloh nasib qilsa. Oka kardioga nimalar kiradi? Liboy narsa kardio, gaplashish, qarash, yozish, yurish, chipok ovqatlanish, hammasi kardio. Gazli, yog'li narsalarni nima kamaytirganda oka 2 kilo tashib oldim. Yo'q, u kilo emas, u shunchaki suv. Necha yil bo'ldi boshlaganingizga? Boshlaganim ahamiyati yo'q, hali ham izlanaman. Haligacha nima ishlaydi-manda. Ana o'sha ishlaydigan metod sotaman. Sarento ham variant chiqdi, lekin yomon emas. Bitta shogirdim haydar ekan, o'tirdim, yaxshi. Yomon emas. Sarento yoqadi menga ham yaxshi. Buni ko'raylik, vaziyatga qaraymiz. Balkim Xudoyim taolo bersa 2-3 ta mashina qilib qo'yamiz. Bizni yoni yo'q. No, agar birga bo'lsanglar, men o'zi qanaqa qilmoqchiman. Bitta okaxon dom qurganlarda shogirdim. Sandan o'zini anaqasida qilib beraman dedi. 100 kvadratli Alayski tarafda dom bor ekan. Men bu Shahristonsiyda bor ekan. O'sha yerda европезированный такой uy qilmoqchiman dedi, что YouTube kanalga mos. O'zim dars o'tadigan, отдельно. O'zim niyatim, endi yaxshi niyat yarim mol endi. O'xshamasa ham bu yer joyi yo'q. No, yaxshi niyat. Вот, o'shanga to'g'rilamoqchiman. No, mashinam chiqishi bilan o'sha YouTube kanal qilaman, chunki boshqa narsalar olishim kerak o'sha. Odamlar buni chuqurroq bilmoqchi-da, вообще sportda nima, chunki semizlik слишком глобальный muammo bo'lib qoldi. И dori bilan ozish вообще bunaqa qilish kerak emas. Просто juda oddiy narsa. Rahmat. Gelik oling, Gelenwagen. Endi nima desam ekan, mashinani ketiga yeta olmaysan do'stim. Gelenwagen olsang, kimdir BMW oxirgi markasida kelsa, u zo'r ko'rinadi. BMW da kelsang, Lamborghini Urusda kelsa, u zo'r. No, oxirgi yeta olmaysan. Lutchi yaxshi xotiraga harakat qilaylik. Rahmat Muhammad. Yaxshi xotira, yaxshi do'stlar bilan zo'r kulishib, ha hi mashinasi zo'r. Menga uni ahamiyati yo'q. O'zim sumkamni ko'tarib, ovqatimni ko'tarib boraman. Juda kamtarman, ma'murlarim ko'rgan shogirdlarim ham bilishadi. Bulatovatsiya qilmayman hech qachon, chunki dешёвый pont hamma zamonda kulgili. Tartib, disiplina hamma zamonda hurmatga ega, obro'li. Onlayn shogird bo'lishunda tagiga yozinglar, men qo'shaman, karta tashiyman, erta o'sha ma'lumotlar boshqa narsa. Mukammalroq o'rganasizlar. Хотя бы 5-6 oy o'rgansanglar ham ertaga zalda dovdirab qolmaysizlar. Qanaqadir to'poyga tushib qolib, ximiyalarni shaqillatib tashab, mazaylar qochirmaydi-da. Shu tushunib olasizlar, shu narsani bilaylik. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Sport
Здоровьga ta'siri bormi? Nima? Meltali nima ekan? Melatonin bo'lsa kerak. Ko'cha sovumi yo'q, kiyib oldim men buni. Tanlovda ham kiyib oldim. Buni yaxshi mana Lambodan o'tgan yil oldim. Yaxshi material, yumshoq. Dешёвый pont-da bir xil bolalarga ovqatingni ko'tarib yursang, "Voy, ovqatimni ko'tarib yuramanmi?" deb qo'yadi. Billahi, dешёвый pont qilmagin deyman. Ko'tiga tepsang, tuxumi shaqillab ketadi. Jallab zalga qaragin, Inomarkada keladigan bolalar ovqatini ko'tarib kelib o'tirib yeb o'tiradi. Kerak bo'lsa o'ziga 5 mahal restorandan pazvalat qiladi. No, unga bu narsani qizig'i yo'q. Unga pulga sotib bo'lmaydigan mishishni massa kerak. Pontga kelsak, unga qiziq emas. U delovoy bola. Rahmat. Elektr rangmi? Mana elektr rang, elektr futbolka и hublot elektr. Объем ketkazish uchun nima qilish kerak ko'proq? Dieta. Объем deganda bir xil bolalar tushunmayapti-da, taroziga chiqib turib 100 kelaman, buqaman deydi. Bitta yechintirsang, ozdirsang 70 kilo ham mishsa yo'qda. Bir xil bolalar spokойно kelib sumkasini ochadi-da. Necha kilosan? 81 kilo. Bitta yechinadi, mishishning massa shunaqa chizilib ketgan. Mana o'shanga harakat qilinglar. Rasyashka qilasizmi? Albatta, men pizdes rasyashka qilaman. Ko'radi-yu zaldan. Kunliklardan osilib rasyashka qilasiz. Mustang qisqasmi vashshe zo'r mashina. Original luks kupe. Boya bitta soatda ozgina jahlimni chiqadi bitta bola. Mayli indamayman. Ben etmay qo'yay. Tezroq ves olish uchun nima maslahat berasiz? Tezroq ves olma, chiroyli bo'l, sekinroq o's, lekin chiroyli bo'l. Tezroq ves olaman sen makaron bilan tort kechasi bilan yeginda shampanskiyga aylanib, keyin qaytadan ozib. Offline shogird joiz bemalolmi? Zulfiqor akam offline qilayotgan ekanlar, tavsiya qilasizmi? Zulfiqor yaxshi bo'ladi, oldiga borib, o'zim o'rgatganman ukamga. O'zi oldimga kelib, "Aka, nima bo'ladi?" deb yurganman. U paytlari qiziqmasdim, men boshqa ishlarni qilardim. "Men buni qilasan, buni qilasan" deb sekin vlog ochib harakat qilgan. Bu yaxshi shogirdim, men o'zi gapirgan joyda eshitib ilm oladi. Tezroq ves olishga vulkanizatsiya bor, to'ppa-to'g'ri. Aka, retsept olib zalni qilsam 1 oylarda rezultat bilinadimi? Xo'p, 1 oyda zo'r bo'lib qolding, keyin nima qilasan? 2 oydan olasanmi? Nafiga нужен qachon o'zgarishingni o'ylash, просто yashab bo'l. Qara. Mana shu gapimni yozib ol, har doim o'zingga eslab yurasan. Ish oylik beradi. Sport sog'lik beradi. Все. Ishga borib oylik ol, sport zalga borib sog'lik ol. Qachon o'zgaraman ekanini o'ylama. O'zgarsang tashlab ketmaysan, to'g'rimi? Значит, har safar boshqa urovень, har safar boshqa urovень, yildan yilga. Все, bugundan boshlab o'zingga motivatsiya qo'ygin. Men mart oyida уже bizda may oyida futbolka kiyish boshlanadi. May oyida undan boshqa odam bo'laman. Bu. Tak. Boshlab tashlab ketgan odamni восстановление tezroq ekan yo'q. Восстановление tezroq emas, мышечный память deyiladi, muskul xotirasi tez. U bola уже boya ko'rsatdim-ku, muskulni bratani bo'lib olasan-da, ugullarni to'g'ri olasan, graduslarni to'g'ri olib bo'ysundirasan. Hozir kameramni artib oling. Graduslarni to'g'ri olib bo'ysundirasan, u tez o'sadi mishsa, chunki skelet suyak orqali ko'tarmaysan-da, mana faqatda. Trener senga baza qo'yib beradi. Любой zalga kirganingda sen уже mishsani sakrashat qilishni bilasan, pitaniyani bilasan. Ketding, tezda o'zing kelib olasan. Kardio qilib parhez olsa bo'lam, albatta. Albatta. Assalomu alaykum aka, va alaykum assalom. Bekoboddan salom, kuzatib boraman sizni. Rahmat Bekobod, e'tibor uchun. 21 yoshda ham bo'y o'sadim aka. 25 gacha umidingni tushirma. Bo'ying o'smasa miyani rivojlantirdi, soqqani ko'p topganda, chotki figura qilganda o'zingni mashinchangga o'tirib yuraver.
Ronaldo ham aka juda qattiq disiplinada diyeta qiladi. Chunki u bolaga pulli qizig'i yo'q. U bolaga pulga sotib bo'lmaydigan narsani qizig'i bor. Также ko'pchilik bolalarga o'xshab pulli qizig'i yo'q. Ko'raman zalda blatnoy bolalar. Ularga ahamiyati yo'q. Yillik daromadi 3 million, 4,5 million dollar aylantiradi. Ularga qizig'i yo'q pullar. Ularga pulga sotib bo'lmaydigan narsa kerak, figura kerak, kubik kerak, tomir kerak, mishishni teng deyiladi, soya kerak, relief kerak. Buni sotib bo'lmaydi. Buni faqat eshakda ishlaysan. Oka samyuvan ichishga nima deysiz? Nima deydi? Ko'k choyga qo'shib ichib olaver Sanjar. Qayerda o'tiribsiz? Mana qara toza havoda. Mana shuni tomosha qilib o'tiribman. 6 soat yetadi ukam. Podxodlar orasida 1 minut, 1,5 minutdan. Aka nimalarga qiziqasiz? Yaxshi savol. Maza qilib muzika eshitish yaxshi ko'raman. Keyin основной menda o'zi gapiradigan gaplarim hech qachon daftarga yozmayman, operatorlarim ham biladi. Основной miyamga keladigan gaplar tinch joyda o'tirganimda keladi, tafakkur qilaman. Вот bitta video qilmoqchiman, qarab. Sirkka borgansani, to'g'rimi? Men hech kim yozmay tursin, zo'r gap gapiraman. Sirkka borgansizlar, to'g'rimi? Даже shakalni o'rgatganda bo'ysunishga. Shakal bilasa, shoqol. Hayvonni bo'ysunishga o'rgatganda inson nimaga bo'ysunadi? Hayvon. E'tibor berganmisizlar? Ishlamaydi, bo'lmasa oldida turibdi go'sht. Bu qo'liga elektroshokер olib oladi-da, bitta teginib qo'yadi. Ana o'sha hayvon joniga ichi achiydi-da, ana uni yeb qo'ymaydi. Mana tafakkur qiladi. Hayvonning miyasi unaqa tafakkur qilib o'ylaydi. Agar men shuni yesam jonim og'riydi deydi, yemaydi. O'sha odam yeb qo'ysa bo'ladi. Lekin biz xolodilnikni ochib turib bilamiz shu narsa jonimizni og'ritadi, lekin yeymiz. Tushuntirdimmi? O'shani yeymizda jonimiz og'riydi, keyin doktorni qabuliga очередь kutamiz. Bitta insonning xarakteriga qarab o'tiramiz mana. Nimadir ekan endi doktor ensasini qotirib kirib keladi, oxalata "Короче, mamani ichasan, mamani ko'tingga cho'qillatib jiqqa qilasan-da, zalga bigom" deydi. Keyingisi. Nima demoqchiman? Ana o'sha sirkki hayvonini просто YouTube'da ko'rgin, nafsini tiyganini ko'rib turib, o'shandan ozgina o'zingga andaza olgin, 50%. Hayoting boshqacha o'zgaradi. Haqiqatda hayvonchalik sabrimiz qolmadi inakda. Hayvon joni og'rigandan nafsini tiyadi. Odam bo'lmasa uning uchun steak-ku steak. Lekin bizning oldimizga steak bilan tort qo'yilib ketdi. Taqa. Tomirlar chiqarish uchun nima qilish kerak? Hayvonga o'xshab tafakkur qilishni boshlash kerak, do'stim, nafs tiyish kerak. Qaysi oyda tug'ilgansiz? Mart oyida tug'ilganman. Owen. 29-mart. Boshqa bizneslaringiz bormi-da? Nimalardan tiyilish kerak? Uni yozib beriladi ro'yxat, rasxod qilasan, do'stim. Va alaykum assalom. Oka, grijada kubik chiqarish uchun nima qilish kerak? Mehnat qilish kerak. Protein zarari haqida gapiring aka. Ertalab tursang tuxumi yo'q bo'ladi. BMW. Oka, direktingizga qo'limni rasmini olib tushganini ko'rdingizmi? Tushunmadim. Direktingizga qo'limni rasmga olib tashlaganini ko'rdingizmi? Yo'q. Direktimda hozir menimcha bir 2,5 mingta сообщение bor do'stim. Boya lekin 1 soat kardioda ancha-munchasini tozalab oldim. O'shanga ozgina xafa bo'ldim. Bir xil savol, maslahat. Pastda maslahatlar tekini bor do'stim.
yana bir xillariga bo'pti, ratsion yozib beramiz. Xizmat haqqi borsa 4 tagina so'zingiz pullimi deydi. Muhammad doktorga borib shunaqa qilsin, qarab turadi basharasiga. Eshikning orqasiga yopib qo'ygan Vasya deydi. Grijani davolasi bo'ladimi? Albatta grijani o'tirib davolamaysan do'stim. Grijani operatsiya qilib bo'lsa ham, qilmasa ham sport bilan harakatda bo'l dedi. Grija yo'q narsa. Grija prosta mishsani orasidagi ozgina suyuqlik. Agar mishsani rivojlantirsang, o'sha suyuqlik yo'lini yopib tashlaydi. Bo'ldi. Sen уже grijani bratanisan. Faqat shu grija seni brataning xohlagan kuyga solib seni yezyapti. Xohlasa bukib to'n qaytiradi, xohlasa to'n qaytirib o'rningdan turg'izmaydi. Multivitamin haqida nima deysiz? Prosta tak ko'kat, zelень, shpinat ye o'sha multivitamin do'stim. Qo'ysangchi siqilib. Prosta ko'kat ertalab 500 so'mdan olgin. Har kuni ertalab kosaga har xilchasini to'g'lab qo'yib ye bo'ldi. Shunaqa zerikib qolamiz Muhammad. Здесь. С вами не скучно. Zerikmayman sizlar bilan. Chunki sizlar his qilgan narsani men ham his qilib o'tkazganman. Ichimda qonim qaynagan, savollarga ko'milganman. Bu tabiiy. Qorin och paytda hech narsa bo'lmasa non yesa bo'ladimi? Hay billa. Nonni o'zidan zerikasan, Vasya. Murabbo surib yiqo. Keyinjalab kutingning orqasida selulitlaring paydo bo'ladi. Svetni o'chirib qo'yaverasan jala. O'chirib qo'yib zerikasan. Ertalab oynaga qarab kiyinmaysan, oynani ham faqat mana bunaqa ko'z tarafiga, mana bunaqa ko'zingga oyna qilib qo'yasan. Chunki figurangga qaramaysan, hayot qiziq qolmaydi. Non yesam bo'ladi. Ye ukam, qurt bilan ye. Qurtni mana shunaqasiga maydalab ye ustiga. Ertalab senga Chris Bumstead telefon qiladi. What the fuck bilan deb. Artyom kuzatasizmi? Kim? Artyom Lobovmi? Kim u? Oka, zalga kirishdan oldin banan yeb ko'raman. Bananga nima deysiz bala? Gorilla deb mishsa yig'ib yuboraman deb o'ylaysanmi? Ye do'stim. Ye. Baxtli bo'lsang ye. Tak, kapakchilarda aqli kirganmi deyman. No, ular o'sha kapakka urib, menimcha miyasini suyuqligini oqqizib yubordi 21-barmog'idan. Ularga faqat ehtiyotkorlik tilayman. Polga tashamanglar, yiqilib o'lasan, kunduzda kapak urib o'libdi deb chiqazadi hozir bolalarga prikol kerak. Oka Turinabol haqida gapirib bering. Turinabolni ko'p gapirganman, ukam. Hech qanaqa mo'jiza yaratmaydi. Ishonmasang ichib ko'rib ke. 50 kun ichib ke, 50 kunlik kurs bo'ladi. Prikol choyxonada endi azizlarimiz anaqa zaryadim 5% qoldi. 5% gazgina prikollashib oladi. Hazilimdan xafa bo'lmanglar endi. Oka, nima maslahat berasiz? Nima deb maslahat bering? Ukam yaxshi yasha, baxtli yasha. Nima deyman? Kamroq chipillat, ko'proq shaqillat. Yashur. Aka, kardio uchun 30 minut yursa bo'ladimi? Yo'q, kardio 40 minutdan keyin jir-jigani boshlanadi. Demak, 1 soat yurish kerak. O'sha 20 minutda jir eriydi. Точнее, подкожный жир. Burnis ustida xol bormi? Davomtimda xolim, badanimda xol to'lib yotdi. Baldenon nima uchun kerak? Baldenon ishtaha ochish uchun yaxshi-yu, no ingibitor aromatasi so'ramagani uchun, prinsipi, lёгкий kurs hisoblanadi. No har 2 haftada analiz ko'rish kerak. Kamroq chipillat, ko'proq shanqillarda. Chunki chipillat to'g'risi psixologiyasi charchaydi bola. Uska. Menimcha Jenka rasxodni yomonni qildimi deyman-da, cho'ta hozir odam kirgani ham qo'rqib turibdi. Hattoki ratsion tuzib berish uchun rasm ko'rasizmi? Da, podkojni jir ko'raman, ves, bo'y. Потом o'tirib ishlayman, baza tashab beraman. Yeysan, joningga tegadi, menga bir nimalar yozasan. Hattoki dunyo ko'zimga tor ko'rinib ketdi, ishtaham yo'q, nima qilay?
Keyin men senga savol beraman. Ishtahang yo'q, osh yermiding? Sen albatta deysan. Hozir ishtaham yo'q deb turding-ku deyman. Keyin senga aytaman, O'zbekistonda 40 million aholini kuchli turizm mingtalikka kirmoqchi bo'lsang, sabr qil. Bo'ldi. Keyin sekin-sekin o'zgartirib boraveramiz gramlaringni. Sen saralaysan, birinchi kubiklaring ko'ringanda oldinga mashina qilib sosiska bilan tuxum olib kelsa ham yemaysan. Menga kerak emas sen, chunki mehnating ko'zingning oldidan o'tib ketadi, azoblaring. Mana Muhammad oyoqlar qaltiradim bugun, yordiga oyog'i. U упражнение o'sha qildirgan упражнение мёртвая тяга deyiladi. Oyoq orqasini cho'zib tashlaydi. Ertaga obeddan keyin unitazga o'tkazmaydilar. Notchi deymiz. Hatto bitta massaj gaplashsak ham bo'ladi. Muhammad bir anaqaga borardik. Bitta massajga boraylik. Sushi yeb turib, cheat day qilib. Men mehmon qilaman do'stim. Aka, ratsion tuzib berishingiz pullimi? Tekin qilib bersam hech kim ishlamaydi do'stim. Chunki tekinning sho'rvasi tatimaydi ham, hurmati ham yo'q. Onlayn darslarim bor albatta. Trenirovkalarimni qo'yaman. Hamma narsa bor ichida. Welcome to my world. Shu joyda osh yegim kelib qoldi. Yuriy diskalar bilan, voy, chesnoklar bilan yeb tashagan. Bitta kirib ber Tannozaxon. Yaxshi deyman, bitta massajga boraylik. Diamond Spa'ga. Rosa reklama qilib tashadi-yu. Mantichalar. Aka, dirектga qarab yuboring. Xo'p bo'ladi, jaluzi. Kechqurun shirinliksiz uxlolmaydigan bor ekan, 2 metr qorin. Aka, shunaqa deydi. Ha, endi o'shaning uchun ham 2 metrdan o'sha qorni. Asbobini tepadan ko'rmaganiga 13 yil bo'lgandir. 100% tekin bo'lmaydimi, ustoz? 100% tekin bo'ladi, ukam toza havo. Trenirovkaga qayf chiqish kerak, da, maza qilish kerak. Ayta olasizmi, necha pul aka ratsion tuzib berishni? Lichkada so'ranglar. Baxtli bo'ling aka, rahmat. Sen ham baxtli bo'l, atlet. Assalomu alaykum Tojikiston va alaykum assalom. Chesnok temada. Chesnok yeganingdan keyin o'pishib o'tirma. O'pishma. Bir oyda qancha vес tashisa bo'ladi, ustoz? Tak. Bir oyda tashamasdan ham chiroyli bo'lsang bo'ladi. Street workout zo'r tema. Xalades. Tak, qorinlarga maslahat berasizmi? Ertalab ozgina yesa bo'ladi. Yaxshi ko'raman kalla go'sht. Chinozga borib kelishim kerak edi. Chidday qilib turib maza qilib yeb kelsa bo'ladi. Bunaqa strashniy emas uni. Hatto chekuvchilarga nima maslahat berasiz? Sigaret olganingda ustidagini o'qib ko'r bo'ldi. Massa naborda bir haftada bir marta oyoq ishlasa bo'ladimi? Albatta, har doim bir haftada bir marta ishlanadi. Tegi gruppa 4000 bo'lsa tekinmi oxirgi kirganga mayli. 4000-chi kirgan bolaga tekin qilib beraman ratsionni. 1000-chi kirgan bolaga o'shanda men zalini tekin qilib berdim. Ratsionni tekin qilib berdim. 3 kun keldi. Shundan keyin nima dedim bilasanmi? Tekinni sho'rvasi tatimas ekan. Lutchi shaqillatib pulni olsang, ertalabdan meni kutib turadi. Chunki puli kuyganda. Nega musobaqaga chiqmaysiz? Menga medal qiziq emas, menga itak chempionman. Wow, to'pi. Kızım. Mamam koy. Mama. Workout zo'r narsa do'stim, maza qilinglar. Hattoki massajga kesanglar orqasida brokument moyka bor qilinglar. Bo'ldi, brokument moykaga kiramiz, gap yo'q. Men bu qora Nexia'mni endi oldim-ku. Otamizning Nexia'si menga qoldi. Uni o'zi planim, men otamga Nexia'ni soting. Men qo'shib boshqa mashina olib beraman desam, Nexia'mni sotmayman deb turib olgandim. Keyin borib boshqa oldim-da. Mana sizga endi menga tashab keting. Endi qora Nexia'ni tonirovkalar qilib turib, Nexia 2 yu bitta qilib chiqaylik. Mana beton qilib qanaqa bo'lar ekan. Ustaga beramiz. Bormi ustalar, polirovkalar qiladigan, kuzavshik, xadavoy qiladigan bolalar bo'lsa topshirardik, rozi qilardik. Zo'r qil. Agar bo'lsa nomerini yozib olsa, men skrin qilib olaman-da, hozir qilaman telefonimni. Qora Pantera qilaylik ham Muhammad, ozgina tursinchi, bitta yuraylik klassika. Qop qora qilib turib takoy.